Diqqat O'zbekiston ahli, Buxoroda yashaydigan xalqim. Mana shu inson haqida hozir men sizlarga kimligi haqida yaxshi birgina ma'lumot beraman, yaxshigina ma'lumot. Chunki bu insonni qilayotgan pastkashliklari haqida aytib o'taman. Qonunda bor ekan deb ayolini, farzandlarini, ayoli halol non topib, farzandlarini yedirib, ichirib, boqib yurgan paytda qilayotgan ishini qarang. Past odamning ishi bu. Chunki nima deydi, farzandlarini og'zidagi nonini oladigan darajada pastlik qilyapti. Mana bu, mana Hidoyatov Jahongir Idoyatovich Buxoro shahrida turadi. Ko'ksaroy ko'chasi 3-dom 10-xonadonda yashaydi. Hozirda ajralgan biza. 60 milliondan ortiq qarzi bor alimentdan.